Assalomu alaykum. Men Ismoil Uzoqjon Nurmanovich, 17 yillik tajribaga ega oliy toifali bolalar nevropatologiman. Bugun sizlarga bolalar nevrologiyasi bo'limini tanishtirib chiqaman. Demak, bizga ko'plab har xil nevrologik tashxisi bo'lgan bolalar murojaat qilishadi. Shu uchun biza harakat qilamiz, bizani xodimlarimiz harakat qiladi. O'sha bemorlarimizga professional, mukammal va zamonaviy davo usullarini qo'llashga. Shu uchun xodimlarimizning o'z sohasini yetuk mutaxassislari o'zini sohasini ustida doimo izlanishlar olib boradi. Zamonaviy davolash usullari, zamonaviy taktikalari, zamonaviy davolash anjomlari, apparatlaridan foydalanish, ularni to'g'ri bemorlarga qo'llash to'g'risida doimo izlanib, o'qib, izlanib boradi va amaliyotga qo'llab boriladi. Chunki men o'zim doim o'zim ustimda yangi zamonaviy usullarni, davolash usullari, davolash taktikalari, diagnostika taktikalarini o'rganganligim uchun bu menga odat bo'lib qolgan, xodimlardan doim bu narsani talab qilib boraman. Bizning demak nevrologiya bo'limimizda AFK xonasi, ABK terapiya, logoped, defektolog, yuqori malakali osteopat, voita terapiya, professional massajistlar, LFK instruktorlari, ortoped, bolalar nevropatologi hamda umumiy reabilitologlar jamoasi birgalikda sizlarning farzandlaringizga qo'ldan kelguncha xizmat ko'rsatamiz. Biz hamma bo'limlarimizda bolajonlarimizga umumiylashtirilgan, ya'ni kompleks tarzda birgalikda davo muolajalarini olib boramiz. Bizni jamoamizning asosiy maqsadi bemorlarimizga kerak bo'lmagan davo muolajalarini qilmaslik. Ularning sog'lig'ini bezarar usulda tiklash, hayotga qaytarish va ota-onalarning duosini olish.